Demak, hammaga salom. Gazlashmagan hududlarda innovatsion isitish tizimlari bilan ta'minlash maqsadida Amur Teplo jamoasi 4-5 yildan beri uzoq yonuvchi universal aqlli kotyollarni ishlab chiqarmoqdamiz. Kimga har xil turdagi kotyollar ishlab chiqarmoqdamiz, kimga qanday turdagi kotyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, birinchi kotyolimizni tushuntirib beramiz. Birinchi kotyolimiz Amur Teplo universal, ya'ni hokaga, yirigiga yonuvchi kotyolimiz. Bu kotyolimizning bu joyiga hokani solasiz. Bu joydan motor shinik orqali bu joyga keladi, hoka yonadi bu joyda. Bu joyga yirigini solasiz. Bu joyda yirik yongan paytda bu joyda hoka yonmaydi. Hokani yoqqan paytingizda yirigini solmaysiz. Bu kotyolimizni uchlik yangi qaralislardan ishlaganmiz. Eshiklari bemalol regulovka bo'ladi. Azbizning shnurlar qo'yilgan, tutun chiqmasligi uchun kotyolimizni xohlagan joyda bo'lasiz, bu joylardan ayirasiz, xonangizga bemalol kirdirib olsangiz bo'ladi. Bunkirlariga 1.8 litrni ishlatganmiz. Komplektida miyasini hamma joyi bo'ladi. Termostat, vaqt, restat, regulyator, motor, ventilator komplektida hamma joyi bo'ladi. Navbatdagi kotyolimiz ham xuddi shu kotyolda bir razmer kichkinasi. Ya'ni bu 25 kilovat deb aytiladi. Bu kotyolimiz 250 kvadrat xonadonga bemalol bo'ladi. Ko'mirning hokasiga, ko'mirning yirigiga bemalol ishlaydi. Navbatdagi kotyollarimiz 25 kilovatli yarim avtomat kotyolimiz. Bu yarim avtomat kotyollarimizni yarim deganda nimasini tushuntirib beramiz. Bu joyiga 25-30 kilogramm atrofida ko'mirni solasiz. Shu ko'mir tugagandan keyin yana solasiz degani bu. Ventilator, termostat bo'lgani uchun avtomatika bo'lib ishlaydi. Bu kotyollarimizning hammasiga uchlik yangi qaralislarda ishlatganmiz. Ochiq sistema, yopiq sistemaga bemalol bo'ladi. Bizning manzil Amudaryo tumani Mang'is shahri, kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish korxonamiz. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosib qo'ying. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.